Assalomu alaykum. Humoyin Ustauz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa navbatdagi o'ta ham bir ideal chiqqan trenddagi afsona fason high-tech darvozamizni o'z joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib oldik. Darvozamiz juda ham chiroyli holatda chiqdi. O'zlaring ko'rib baho berasizlar aziz yurtdoshlar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, shunaqangi sifatli, bagati, qalin temir mahsulotlaridan yasalgan temir darvoza qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa kelishilgan holda O'zbekistonning istalgan joyiga zakaz bo'yicha tayyorlab, ustanovkalarini qilib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qayrog'och mahallasiga olib kelib o'rnashtirib berdik. Akamiz bizni albatta kanalimizni kuzatishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, zakaz qilishganini xudo xohlasa mana chiroyli qilib joylariga o'lchab ketib, bir oy deganda olib kelib o'rnashtirib berdik. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz 2 lik lista, 2 qavatlik pilisovoy lista yasalgan darvozamiz. Darvozamiz razmeri eniga 3.3, bo'yiga 3.73 razmerda bo'ldi va отдельный mana adnalichka bokovoy qismlari ikkala yoni tepalariga 40 sm dan bo'lgan. Darvozamiz общий sommasi aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metr 1 million 400 ming so'mdan, darvozamiz 22 million so'mga kelib o'rnadi. O'ta ham bir ideal holatda chiqdi darvozamiz. Ana shu nerjavikalarni ham originalidan yopishtirib, shumkalar qilib 100% lik shumka qilib darvozamizni ideal holatda qilib o'rnatdik. Zamoglari ham hozirgi yangi chiqqan Stimol firmani zamogidan albatta juda ishonarli, sifatli zamok chiqyapti. Rezinkalargacha yopishtirib, chiroyli qilib ishlab berdik. Hurmatli yurtdoshlar, bu darvozamiz 1 million 200 ming so'mdan kvadrat metri, 1 million 700 ming so'mgacha tayyorlab yasab o'rnatib beryapmiz. Albatta materialiga qarab, bu darvozaga ketadigan mahsulotni sifatsizligiga qarab kelishilgan holda tayyorlab beryapmiz. Xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi qo'ldan arzon va sifatli qilib, eng muhimi aytilgan dogovordagi materiallarni 100% ishlatgan holatda tayyorlab, yasab o'rnatib beraveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.